Hürmetli kitap anlaş topadaki dostlar, Ulug'bek Hazinesi ikinci kısım, ikinci mavzunu anlatışına başlayımız. Mevlana Muhiddin Nakşibendiler cemaasi serdarının huzuruna ketip etip, ko'nglida shayxning nimalar deydiganligini qiyos qilgan edi. Lekin bu dargohda Qalandar Qarnoqini uchratib qelishi tushigimi kirmagan edi. Xayriyat. Omo bu fani dunyodan yuz o'rib, zoitlikni ixtiyor qilibdi. Bo'lmasa kirmagan tushki, tartmagan jafosi qolmagan bu Qalandarning oldida o qanday qiladi? Shayx hazratlarining savollariga nima deb javob beradi? Onu əmdə faqat birdə xiyal təşvişki salatdı. Əli quşçu meni qandaq qarşı alır? Nima der? Özümçü. Əli quşçunun yüzüge qandaq qarar mən? Onunla nima deyəmən? Bu oy, bu təşviş, hətta dərvazda kütüb doğan 3 nəfər suvarini körgəndimi, onun kallısıdan kütürülmədi. Mevlana Muhiddin Ali Quşçini, onun gepi gep bo'ladigan, degan so'zidan yanmaydigan bir qaysar odam ekanligini yaxshi biladi. Ya omu Mirza Ulug'bekning fojialik taqdirini eshitib, ishkilanib qolganmidi? Ehtimal shundoq bo'lgandi. Ehtimal. Mevlana Muhiddinning qalbi daryodek to'lqinlanib, ko'z oldida tuman paydo bo'lgandek bo'ldi. O bu tuyg'ular ichida go'yo kalima-i shahodatni o'qiyotgandek. Ehtimal. So'zini takrorlagach, rasadxonaga kelib qolganligini sezmay qoldi. Faqat rasadxonaning ko'z oftobida chaqnab turgan egiz pashtoqlarini ko'rgandila, as-hushini yig'di-da, 20 yillik ömrünü ötküzgen rasadxonaga emas, go'yo halokat girdobag'i yiqilishayotgandek at ustida tugilib qoldi. Qirishqandek darvozani Ali Quşchi o'zi ochdi. Ustiga uzun qora chakman, beshiga muddarislar kishiydigan ushluq qora taqiya kiygan, havo sovuq bo'lishiga qaramay, meydisini ochiq tutgan Ali Quşchi her xil ehtimolni ko'z oldiga keltirgan bo'lsa-mu, Mevlana Muhiddinning kelishini kutmagan edi. O ko'zlarini yo'g'on ochib, bir Qalandarga, bir at ustida tugilib o'ltirgan Mevlana Muhiddinga qaradi. Nihoyat kutilmagan mehmonlarning maqsadini tushundi bo'lg'ay, miyig'ida bilinar bilinmez külüp Mevlana Muhiddin'e qarab salam verdi. Hoş gelipsiz aziz birodar. Mevlana Muhiddin'nin qizlarninkidek yo'g'on, qop-qora ko'zlari alaq-jalaq bo'lib, chiroyi bir qizirib, bir oqirib, o'zimi aranla anglayolgudek o'dingishdi. Shayx Nizomiddin Xomush hazratlari rasadxonadagi kitoblarni ko'zdan kechirib, sonini elib kelishini topshirdi. Ali Quşchining lavlarida kinoyalik tabassum yo'qab, ko'zlari qisildi. Mevlana qachondan boshlab shayx hazratlariga bosh qo'ydikin? Atdan tushgan Mevlana g'udunshib bir nimalarni dedi. Lekin uning so'zini tushungil bo'lmaydi. Xo'p, sizga kitoblarni ko'zdan kechirgili kelgan ekansiz. Nökerlarning muddaosi nemikin? Beshiga dubulga kiygan cho'qur sipah qopiqini turib, biz rasadxonani qo'g'dab turmoqchimiz, deb javob berdi. Ali Quşchi yer ostidan Qalandar Qarnoqiga qaradi. Sipohilar rasadxonani qo'g'damiş. Sizning muddaoyingiz nemiki darvish? Qalandar to'satdan ko'zlarini o'ynatib, Muddaoyim dedi.
Bu dergahdaki dinsizlar kitabıga ot koymaktır. Ot. Bu dergahta dinsizlar kitabı var deb kim dedi sana? Divane. Bu sualga Burader Mevlana Muhiddin cevap versin. Barikallah kalender. Ali Kuşçu içidi onunla apirin okup Mevlana Muhiddin'e yüzlendi. Onun çırayı tatırıp belli Mevlana dedi. Selken çare kesir ilim ilip başkalarga ta'lim bergen bu teverrük dergahga sipahlarını başlap kepsiz. Halisiniz ot koyun, halisiniz xanı veyran kılın. İhtiyar üzünüzde, aziz birader. Sözünçak yüzü gecdin yasalgandek appak aqrib ketken Mevlana Muhiddin inçke oruq gevdesini mükçeytip közlerini yumgunicha birden turdi. Keyin tüz yadimi müdürülüp soqulup resetxonaga qaratmadi. Lekin yanaq yig'ichidan yasalgan qo'sh qanotli eshikning qo'yma halqalariga qo'l uzatib etib, yana to'xtadi va pichirlab duo qildi. Mevlana Ali Kuşçu haqliq edi. Mevlana Muhiddinning salkam chorak asrlik ömrü mana bu hayvatlik binoda. Qishi yoz bir xil salqin, bir xil tinch, nim qorong'u uylarda. Payansız osmonga qaratilgan asvoblar va usturlablar yanida. Kitoblar bilan liq to'g'an javallar oldida o'tgan edi. O mermer palampayda turib, pastga qaratilgan mis asvobning siliq, yaltiroq yuzini ve bu acayip nadir asvobga udul qilib echilgan qubbisimon turisining o'ttirisidagi tungliklarni ko'rganida nima uchundir birdilla ko'ngli buzilib, ko'ziga issiq yosh oldi. Mevlana Muhiddin resetxonaning eng tuvanki qavatida o'ltirib, bu acayip asvob ve usturlaplar yordami bilan ko'kka tikilib qarag'anida fani dünyanın təşvişləri xiyalidən bütünlüy götürülüb, dili acayip bir zoq və hayacan bilan yayrab ketdi. Öz köңlüdə payansız kainat bilan, allaqandaq ilahi güçlər bilan, val çaqnayotgan sirliq sayyoralar bilan uzaq və keng kushoda muhabbatlashadi. Sohbetleşildi. Perverdigarı alem. Nima uchun shu baxtli chaqlardan ilhom parisinin mehribon qanotlari ostida o'tgan shu yo'riq kunlardan mahrum qildi? Nima uchun uning gardiniga Mevlana nomiga namunasib bu qabih ishlarni yuklading? Beşiği bu teşviş, köңlüge bu g'am endişini saldın. Onun kallasıdaki bu oy, dilini azaplavatkan bu kaygı hasret, kütüpxanaga kirgende texmo evciga çıktı. Kütüpxana ustazi devrida qandaq bo'lsa, hozirmi shu petish turadi. Tekçilerdeki kumush shamdonlarda shamlar yiqilgan. Qatar kursilar oldidagi üstellerde kitaplar taqlangan edi. Mirza Ulug'bekning bulundagi yo'lmas terisi yepilgan egiz kursisida uning zarbab to'ni bilan qora duqovi taqiysi turadi. Umuman bu yer xuddi Mirza Ulug'bek hayotdek. Go'yo u hozirla kirib o'z o'rnida o'ltirdigandek ve sel boğup, yuğan avazı bilen asman cisimlerinin sırları doğrusida söhbet başlaydıgandek idi. Ali Kuşçu kollarını qovuşturguncha eshikdan kirgan yerda tamg'i yulinib turadi. Mevlana Muhiddin bo'lsa bu jimjit ve hayvetlik ilim dergahida hüküm sürüvatkan
allaqandoq sirliq va ilohiy kayfiyatdan a'zoyi badani titrab, javalla yendan o'tib to'rga o'tdi. O kitaplarga qo'l tekkizmedi. Ko'k, sariq, yeshil va qizg'uch rangli xurumdan muqovalangan qalin qo'lyozmalarni elib ko'rmadi. İpek ve mumutga o'ralgan risollarga tegmedi. Lekin turistga taqishib turgan javonlarga ko'z tashlab, to'rga o'tib ketib shuni bayqadiki, eng nodir asarlar ehtiyojchanlik bilan saqlanib kelayotgan nurg'un qo'l yozmalar yo'q edi. Bo'libmi Mavara Ünnahir fazillari ve alimlerining bölekçe itibar ve ihtiyat bilen törde saklandıgan qalin kitapları, ipek rextlerge o'ralgan qo'l yazmaları ko'rinmaydi. Ularning o'rnida boshqa kitaplar turadi. Mevlana Muhiddin bu yerdagi her bir kitap, her bir qo'l yazma ve her bir risolani yaxshi biladi. Tepib desa ko'zini yumib turib tepib beralaydi. Mana bu yerda esil ipek perdi bilan to'silib qo'yilgan alayli javanda ustozning o'z qo'l yozmalari va risolalari saqlanadi. Bu yerda onun qora xurum bilan muqovalangan 4 tomliq 4 ulus tarixi degan asari turadi. Ipekdek yumshoq oq qog'ozga bitilgan Zici Köregani degan jadvallarimi mush yerda saqlanadi. Jadvallarning yanida izohliq risolalar qo'yiladi. Sal yuqoridagi tekchilarda bo'lsa, ikki ustozning Jannat makon Qozizoda Rumi bilan G'iyosiddin Jamshidning kitoblari tiziladi. O nadir qo'l yozmalar. Her biri bir qadoq oltin qimmatidagi bu kitoblar qani. Ularni kim olgandi? Ali Qushchimi? Kitoblarni yushirgan bo'lsa, oltinlar nima bo'ldi? Yushirgan taqdirdami nega yushira? Bu xatarlik ish yolg'iz o'zining qo'lidan kelami? Agar qo'lidan kelsa, nima uchun 1-2 kun burun yordam so'rab bordi? Lekin kitoblar yo'q. Eng nodir qo'lyozmalarning tiqib etilganligida shak yo'q edi. Mevlana Muhiddin keynida Ali Qush turganligini sezadi. O Ali Qushning odatini, lavzining yonmaydigan qaysar odam ekanligini biladi. Hatta shu topda pagada g'azablanganligidan titrab turganligini bayqaydi. Yo'q. O Ali Qushchiga hech narsa demaydi. Sheyx Nizomiddin Xomishning so'zlarini onunga aytmaydi. Xiyoli quyundek to'polon bo'lib ketgan Mevlana Muhiddin nima qilishini bilmay, to'da tug'an yerida uzoq turib qoldi. Ondan qo'rqibgina eshik tarafga mangdi. O Ali Qushchiga lam jim demay chiqib ketmoqchi bo'ldi. Lekin Ali Qushchi gavdisi bilan eshikni to'sdi. Xo'sh, aziz birodar, barcha kupur kitoblar o'z joyidamikan? Ha, dedi Mevlana Muhiddin tamtirab. Joyida. Bu so'zni Sheyx Hazratlariga aytamsizkin? Ha. Mevlana Muhiddin shaqqida burilib Ali Qushchi qaradi. Ali Qushchining ko'zlari yinib, ilmek burnining tuyushlari g'azablik lipildigan holda onunga qadilib turadi va chiroyi tatirib, lavlari qattiq qisilgan edi. Ha, aytaman, dedi Mevlana Muhiddin oduqib. Aytaman. Sana bir savolim bor Mevlana, dedi Ali Qushchi. Onun ovozi to'satdan o'zgarib bo'g'iq anglandi. Kecha Hazreti Aliylari Ustoz Mirza Ulug'bek qatl qilinganligidan xabaring bormi?
Ya Perverdigar alem, özün medet bergeysen, dedi Mevlana Muhyiddin içide. O goya eli kuşunun şapılaqlışının korkkandek tügülüp, tam gıyılınıp turatdı. Bugün barıcı ilim ehli matem tutmakta. Barıcı ilim ehlinin ustazı, marifetperver Mirza Ulug'bek cahil unsurlar kulida qatl qilindi. Nimişqa zuvan sürmeysin? Sükut razılıqның nişanısıdır. Hem meni bilsen, bilip turup o uçanga qari kişim matem tutmak ornida onun muqaddas dergahini nazaret kılmak ve tanımak için kepsen. Buradır Ali, dedi Mevlana Muhyiddin yığılansırab. Qandaq qılay? Men bir aciz bende tutsam. Yo'q, aciz bende emas, yavuz bendesin. Man berip qatil şeyh bilen qatil şahzadenge eyt. Bu tevarrük dergahdaki barıcı küfür kitaplar yo'qolib ketibdi de. Bu dergahga ot koymak gerek de. Velakin bir nersi yadında bolsun. Üstünde şehit bolgan Allah'ın bir günah bendisi. Alimlar serdari. Ustaz Mirza Ulug'bek'nin ervahı turuptu. Mevlana Muhyiddin to'satdan turgan yerde sen turib ketib, tamga tayinib qoldi. Mevlana Ali, dedi o allaqandaq muңliq ovozda. Nima uchun menga bunchalik haqorat, bunchalik tapa-tani qilasiz? Bu ko'rgulik haq taolodan bo'lsa, men bechora qandoq qilay? O appak nazik barmoqlari bilan ko'z yoshlarini surtib aliqchi qardi. Perverdigar alem şahit. Bu şum haberini anlap yürükim kan bulup gitti. Lekin qandaq qilay? Çıqqan köz o'rniga tushmaydikin. Mevlana. Paqir bo'lsam. Mevlana Muhyiddin o'zining hozirgi bechora qiyofatiga echinib, o'pkidab yig'ilib etdi. Ali quşçu tərin turib, tətir qarab aldı. O, həmmədən bəkrək Mevlana Muhyiddin'nin köz yaşıdan qorqatdı. Çünkü bu adam həmişə şunda qılatdı. Yani, beşiği gün düşüb, iradesi sınıldığan peytlərdə daim közüdün yaş aqqızıb, qutulub gidirdi. Ali quşçu ələm və qəzəbdən tilinin uçuğa, andın qalğan en açık, en qattiq gaplarni ichiga yutib, qo'l silkidi. Kamina ko'nglimdagi hamma gapni qildim. Qolganini vijdonimga havola qilaman, Mevlana. Sana deydigan boshqa gapim yo'q. O shundoq dedi-da, eshikni bir tepib ochdi. Mevlana Muhyiddin ketiş ketmeslikni bilenmegендek bir hazagıca gangırap turupla kaldı. Andın yığının uçu bilen köz yaşlarını sürtüp, tik pelenpeylerini besip pəski düşüp gitti. Ali kuşçu o Həmmədin Bəkrək Mevlana Muhyiddin'nin köz yaşıdan qorqatdı. Çünkü bu adam həmişə şunda qılatdı. Yani beşiği gün düşüp, iradesi sınıldığan peytlerde daim közüdün yaş aqqızıb qutulup gitetdi. Ali quşçu ələm və qəzəbdən tilinin uçuğa, andın qalğan en açıq, en qattiq gaplarni ichiga yutib, qo'l silkidi. Kamina ko'nglimdagi hamma gapni qildim. Qolganini vijdoningga havola qilaman, Mevlana. Sana deydigan boshqa gapim yo'q. Kamina ko'nglimdagi hamma gapni qildim. Qolganini vijdoningga havola qilaman, Mevlana. Sana deydigan boshqa gapim yo'q.
O şundaq dedi-de, eshikni bir tepib açdı. Mevlana Muhiddin ey ata bu adam Mevlana Muhiddin ketiş ketmesini bilmegендek bir hazagıç gangırap turupla kaldı. Andın yeğinin uçu bilen köz yaşlarını sürtüp tek pelempeyleni biz pes küçüp gitti. Eli kuşçu öz vücudunda qattiq hargınlık sezip özünü kursuğa taşladı da közünü yumdu. O tönügünkü uçuruşdan keyin Mevlana Muhiddin'den yaxşılık kütmegen edi. Lekin bütünley ümitsizlikmi ketmegen edi. Onun köңlünün bir birjigide gova bolsumu ümit nuri pildap turatdı. Emdilikte bu nurmu öçüp hemme egirlik, hemme sınaq yalğız onun zimmisiga yüklendi. O barcha sınaq, barcha egirliklarga bardoshlik berishi kerak edi. Ali quşçu mürisiga birisinin qulunu qo'yayotganligini sezib ko'zini ochdi. Yanida Qalendar Qarnoqi bilan Miram Chalabi turadi. Mevlana Muhiddin ketdimi? Ketdi, dedi Qalendar. Sipahlachu. İkisi darvozani saqlab qoldi. Birisi Mevlana bilan ketdi. Sen nimishqa ketmading? Men Qalendar Miram Chalabiga qarab ko'zini qisdi. Faqir beg'am betashvish bir gado edim. Endi o baxtli kunlar o'tib ketdi. Mevlana Muhiddin berib Shayx hazratlariga sirni oshkorlasa, uyim kuydi, ustoz. Ali qushchining chiroyiga kulgi yugurdi. Uying bo'lmasa, nimang kuydi? Qo'rqma. Ayrılsang eski kulaying bilan yirtiq jandangdan ayrılasan. Endi qayaga bormoqchisan, ukam? Endi Qalendar yuğan kulayini beshiga chumkab, mürisini ko'tarib qo'ydi. Endi lahmini ichib bersangiz, Temirbek Samarqandi ustining o'nkuriga berib turman. Siz qandoq qilasiz, ustoz? Ali qushchi azoblangan holda beshini chayqab, Javandi kitoblarga qaradi. Men hech yerga ketolmayman, darvish. Ehtiyot qilmoq kerak, ustoz. Shundoq. Lekin yo'q, hech yerga bormayman. 40 yil qirg'in bo'lsa, ajili to'lgan o'ladi, darvish.
kessang merim chalabini elib ketkaysan. Köp-köp ko'zlari o'ynab turgan merim chalabi qopqini silib bosh chayqadi. Yo'q, ustoz, siz nerede bo'lsangiz, menmi shu yerda bo'laman. Ali qushchi mehribonlik bilan uni quchoqladi-da, belidagi ochqushlar orasidan birini tanlab olib, tik palampaylar orqali pastga, lahmiga tushadigan qorong'u torchuqqa tushishga boshladi. Qadrli kitob tanishuvchilar, Ulug'bek xazinasi 2-qism 2-mavzu tugadi. 3-mavzuda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat.